Kelajakda insoniyat boshiga balo bo'ladigan yer yuzini yoqib kul qiluvchi vahshiy qavm haqida qo'rqinchli haqiqatlarni o'rganamiz. Taxminan miloddan oldingi 700 va 350-yillar orasi Nuh alayhissalomning o'g'li Yafes sulolasidan biri dunyoga keldi. Iskandar Zulqarnayn dunyoga adolat keltirishi uchun Alloh tarafidan yuborilgandi va yer yuziga hukmdor 4 kishidan biri bo'ldi. Hazrati Ali u haqda shunday degan: bulutlar unga bo'ysundirildi. Lozim bo'lgan har qanday kuch uning amriga berildi. Tun va kun unga yordamchi qilindi. Qur'oni Karimning Kahf surasi va ko'plab hadislarda Iskandar Zulqarnayn haqida batafsil ma'lumotlar yozilgan. Podshoh va sarkarda bo'lgan Zulqarnaynga Alloh mag'rib va mashriqni kezib yer yuziga hukmdorlik qilish maqomini bergandi. Kunlardan bir kun sarkarda sharq tomonda bir qavmga duch keladi. Bu insonlar tog'lar orasida yana bir qavm ularga kun bermay buzg'unchilik qilayotganini arz qilishadi va shunday deydilar: ey Zulqarnayn, bu millat oramizda fasod chiqarmoqda. Senga haqqini bersak, oramizga bir devor qurib, bizni ulardan xalos etsang. Bu qavm Hind tarixida Koka Vikoka, xristian va yahudiylarda Gog Magog, islom dunyosida esa Yajuj Majuj deb atalgan buzg'unchi millat edi. Yajuj va Majujlar kofir maxluqlardir. Shakllari insondan biroz farqlidir. Yuzlari yassi, ko'zlari kichik, quloqlari fil qulog'idek buyuk va bo'ylari qisqa bo'ladi. Zulqarnayn yordam so'ragan bu millatga shunday deydi: Allohning menga bergan marhamati siz beradigan mol va mulkdan xayrliroqdir. Yaxshisi siz menga yordam bering. Ularni ajratib turadigan mustahkam devor quraylik. Ikki tog'ning orasini temir parchalar bilan to'ldirishni buyuradi va uning ustidan erigan mis to'kib Yajuj Majuj qavmini shu metin devor orqasiga abadiy habs etadi. Hadislarda aytilishicha, ular har kuni erta tongdan devorni buzishga harakat qilishadi. Tashqariga chiqishga oz qolganida to'xtab ertaga davom etamiz deb chekinishadi. Ertasiga ertalab esa qazigan joylari Alloh qudrati bilan eski holiga qaytadi. Balki bu 1000 yillardan beri davom etib kelmoqda. Kunlardan bir kun ulardan biri shunday deydi: bugunchalik yetar. Ertaga inshaalloh kun yuzini ko'ramiz. Inshaalloh degan so'zni ilk marotaba aytganlari uchun Alloh qudrati bilan u devorni teshib tashqariga chiqishadi va hamma dahshatlar o'sha kuni boshlaydi. 1000 yillardir ichkarida asir qolgan bu maxluqlar qum zarralaridek sanoqsiz va g'azabli bo'lishadi. Har birining 1000 tadan bolasi bo'ladi. Tepalikdan sel kabi quyilib oqib kela boshlaydilar. Yo'llarida duch kelgan hamma narsani yeb bitirishadi. Hayvonlar, odamlar qirilib ketadi. Ko'z ochib yumguncha ko'llarni ichib tugatishadi. Dunyoning 4 tarafiga tarqalib buzg'unchilik qilishda davom etadilar. Bir kuni ulardan biri biz yer yuziga hukmdor bo'ldik. Endi navbat samoga deydi va osmonga qarata bir nayza uloqtiradi. Yana hadislarda yozilishicha, o'sha nayza osmondan qonga belanib qaytib tushadi. Kibrlari Allohga xush kelmaganidan bo'ynilariga yara chiqib, bir kechada qirilib ketishadi. Yer yuzi nafas olib bo'lmaydigan darajada badbo'y hid bilan qoplangan.
Hamma yer ularning o'liklari bilan to'la. Dunyo xuddi ochiq mozor kabi jahannamga o'xshab qoladi. Hozirda siz bilgan dunyodan asar ham qolmaydi. Bularning barchasi qachon, qayerda sodir bo'lishi faqatgina Yaratganning o'ziga ayon. Bugungi kunda zamonimizdagi olimlar farqli nazariyalar bilan bu ikki tog' orasidagi devorni topish uchun yillardir tadqiqotlar olib borishmoqda. Hadislarda bahs qilingan bu joy qayerda? Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasi, Toshkent viloyati Bo'stonliq tumaniga qarashli tog'li hududlarda joylashgan bir joy olimlarni qiziqtirib qo'ydi. Xuddi Qur'onda va hadislarda ta'rif etilganidek, ikki tog' orasida tep-tekis bir yer. Inson o'g'li tarafidan qurilgan inshootga o'xshab ketadi. Bir guruh olimlar bu yerga borib tadqiqotlar o'tkazishdi. Ajablanarlisi shuki, bu yerda temir bo'laklari va mis parchalari topilgan. Albatta bularning hammasi bir nazariya xolos. Agar rostdan ham Yajuj-Majuj O'zbekiston hududida bo'lsa, ilk qurbonlar biz bo'lishimiz muqarrar. Meni qiziqtirgan savol shu: nega Iskandar Zulqarnayn ularni yo'q qilish o'rniga bir devor orqasiga haps etdi? Bu ham Allohning bir buyrug'i ekanligidan shubham yo'q. Chunki qiyomat qoyinning eng katta alomatlaridan biri bu